selulitni kamaytirishda 5 ta oddiy usulini o'rgataman. Selulit nima va nima uchun selulit hech ham kamaymaydi? Oynaga qaraganda har safar selulitlarni ko'rganimda ko'nglim buzilib ketadi. Sizda ham xuddi shu muammo bormi? Keling selulitlarni kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqamiz. Selulit faqatgina semizlikka bog'liq emas. Bu gormonlar nomutanosiblig'i, limfa va qon aylanishning sekinligi, nosog'lom ovqatlanish, ko'p o'tirish, kam harakatlikdan va vaqtida suv ichmaslikdan ham kelib chiqadi. Bu muammo faqatgina sizda emas, juda ko'p ayollar mana shu muammo bilan aziyat chekishadi, lekin buni kamaytirish yo'li bor. Menga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga selulitni kamaytirishda 5 ta oddiy usulini o'rgataman. Birinchisi, bir kunda kamida 2 litrgacha suv ichish. Ikkinchisi, kuniga kamida 10-15 ming qadam piyoda yurish. Uchinchisi, eng muhimi tuzni kamaytirish. To'rtinchisi, yuqori insulin kursimizda gormonlarni balansga keltirish. Beshinchisi esa tabiiy skrablar bilan terini massaj qilish. Kommentariyada skrab so'zini yozib qoldiring, men sizga tabiiy skrab retseptini yuborib qo'yaman.